Damas avtomobillarda nima uchun benzin raqsi ko'payib ketadi? Buni sizlardan bir vosita mutaxassis, hammasi mana shu vodiyda material ustalar bo'ladi. Mana shu ustamiz bo'lishadi. Hammasi mana shu ustaning shogirdlari bo'ladi. Muhammadjon, nima uchun benzin raqsi ko'payib ketadi Damas avtomobil? Aka, hozirgi kunlarda gazdan o'tib, benzinga o'tish olyapti, tramblov surmayapti, shundan bo'ladi aka. Tramblowdan, ha? Tramblov surib qo'yish kerak. Aka, hozirgi mutaxassis sifatida siz nima birinchi o'ringa qishda boshlanishda termostatga e'tibor qaratishmaydi. Xullas, termostat yo'q bo'lsa benzin raqsi ko'payib ketadi. Ishlamayotgan bo'lsa ham. Bo'ldi. Qani ishlamayotgan bo'lsa, sizdachi benzin raqsi galovkani nosozligiga qarash kerak. ichki dvigatel, galovkadan ham chiqadi benzin raqsi ko'payib. Kamatli aka, nima uchun benzin raqsi ko'payib ketadi? Uchala svichani chiqarib turib, kompressiyani o'lchash kerak motorni. Motorning quvvati pasayib ketsa, o'ta ko'payib ketadi benzin raqsi. Benzin raqsi shunday ko'payib ketadi. Aka, Kompressor degani bu galopkadan chiqishi mumkin ko'proq. O'sha galopkani klapanlari o'ta udar ishlamasa, bu ham chincha atkaz. yoqilg'ini ko'p sarf qiladi. Bo'ldi. Qayimjon, Keyingi sabablardan bittasi switch kabellardan bo'lishi mumkin. Xo'sh, ular tokda chiroyli chaqib bermasa, benzin rasxoti ko'p bo'ladi. benzin rasxoti ko'p bo'ladi. to'g'ri. Endi bunga qo'shimcha qilib, avtomobilingizga qo'yilayotgan yoqilg'idan ham bo'ladi. Buning sabablari juda ko'p, chunki sababi hatto vajnichi filtrni vaqti almashtirmaganingizdan ham chiqadi va shinalar bosimi pastligidan ham kelib chiqadi akalarim. Yana sizga avtomobilingizda shunaqa benzin raqsi ko'payib ketganda nimadan chiqqanini izohni yozib ketsalar, yana ham bilmagan insonlarga foydali bo'ladi. Bular vodiyda eng zo'r champion motorist hadoviy ustalar akalarim. Agar xizmatlar bo'lsa, behijot hammalarga borib ishlaringni bitirib olsalaring bo'laveradi.